Avstraliya strategik siyosat instituti Xitoyning Sharq Turkistondagi uzunligi 3 kilometr keladigan g'oyat zo'r ko'lamlik bir lagerning sun'iy amra suratini oshkorlagan. Avstraliya strategik siyosat instituti xalqaro tor markazining tadqiqotchisi Nathan Rosser Sharq Turkistonda Xitoy tarafidan qurgan 3 kilometr uzunlikdagi lagerning suratini to'rda e'lon qilib, ko'lamining Disney bag'isi bilan teng ekanligi, lagerdagi mahbuslarning diniy va madaniyatiga aloqador atalmish jinoyatlar sababli tutqun qilinganligini bildirib, o'tgan yil noyabr oyida kengaytirilib 1 kilometr uzartilgan. Lekin Nathan Rosser 3 kilometr uzunlikdagi lagerning konkret qaysi rayonga joylashganligini ko'rsatmagan. Ilgari BBC tarqatgan lagerlar haqidagi bir naq maydon xabarda Sharq Turkistondagi eng chong lagerning Urumchi atrofidagi Davonchangga joylashganligi bildirilgan. Avstraliyalik mutaxassislar Davonchangdagi lagerga 130 mingdek odam sig'adiganligini ilgari surgan. Nathan Rosser Avstraliya strategik siyosat institutining o'tgan oyda e'lon qilgan lagerlar haqidagi dokladini tayyorlagan tadqiqotchilar sun'iy amra suratlarini analiz qilib 380 dak lagerning o'rnini topgan va bu lagerlarning davomli kengayayotganligini bayqagan. Ular yaqinda e'lon qilgan yana bir dokladida rayondagi 16 mingdek masjidning chiqilganligi yoki buzg'unchilikqa uchraganligini aniqlagan.